Hozir otur. Ko'chada nima shu o'qi? Voy, o'qishi javobi chiqibdi. Nima bo'ldi? Ertalab bitimini javobi chiqdi. Abituriyentga tegmayman. Bilmaydi. Baqir chaqir qilmalaring, naryoqda ta'ziya bo'lyapti. Nima bo'ldi? Kechara ertalab ketib o'qish javobini kutdi. 1 soat o'tib o'zini o'zi osib qo'yibdi. Mana buni hojatxona qo'yib qo'y, bo'lmaganiga yo'q qolib. Shuncha qog'oz kim ishlatib qo'ygan ekan a? Qo'shni kiyimsiz qolib ketdi. Kimda kiyim bor? Sizlarga nima bo'ldi endi? Ana o'g'limiz mega super kontraktga o'qishga kirdi, shunga sal qiynalib qoldik. Salmaso. Ana 4 ta klishimiz qolgan. 50 mingdan beraveramiz. Voy, ana qo'shnining bolasi o'qishga kiribdi. 45 ming deyish kerakmi? Qatga kirdilar. Tuga. Nima u? To'xtafalar universiteti. Kim bo'lib chiqadi bitirsa? To'xtadi. Stop. Birinchidan hali o'qishga topshirishga imkon bor. Ikkinchidan kelajaging uchun foydali bo'lgan joyga topshirishing kerak. Yuringlar men bilan. Mana Perfect universiteti shahar markazida zamonaviy 1,5 ming kishilik yotoqxonasi bor. Kafolatlangan eng arzon kontrakt 8 million so'mdan boshlanadi. Tushundinglarmi? Har bir talabani ishga joylashtirish uchun 75 ta kompaniya bilan hamkorlik o'rnatishgan. Eng kerakli yo'nalishlar bo'yicha o'qitishadi. Marketing, iqtisodiyot, moliya va bank ishi, psixologiya, maktabgacha va boshlang'ich ta'lim, ingliz tili, rus tili, filologiyasi, xullas eng ideal variant. Men topshiraman. Ozgina qoldi. 1 2 cha. Nima bo'lyapti? O'g'lim, tirik bo'lganingda sen ham o'qishga topshirarding. Iya, sen o'zing yozmaganmiding? Men o'zim bo'lmagiga yozdim. Ana bu maga haq ketgani ma'lum bo'ldi. Ana ikkitagina akfa qoluvdi. 40 mingdan qilib beramiz, olmaysizmi? Yo'q. Mayli, boshlaymiz. Ammam bilan yazdan keldilar. O'chirsasin. Yo, bana yazna. Ha, nima bo'ldi? Yemti uyg'urbacha, tuzbacha. Yazdan bor, apam meri o'sha keldi. Nimang bo'lsa yo'qshirlaring haymi? Yam uyg'urbacha bu. Ya, bu sakaltini ham telpagi bilan uyg'ildan boshqa hech nimasi yo'q. Yazna. Ya, qo'lim bu yazna. Qo'lim uyg'urlamang. Ana uyg'urbacha yazdan mana shu kuchimi? Ana aytibdim-bu. Yo, yazna. Zuqqina aytibdim. Ha, bojami. Iltimos kuchukday vav deydi ana shu kishidan. Kuchuk lekin mendan boshqa hech kim o'xshata olmaydi. Yazna. Pishak. Qani. Apa teorisini ayt, nima kelding? Ana shu uy sotasini yarq pulni menga berasan. Ya sakallang, men qaynotam bergan buni. Menga umuman qizig'i yo'q. Sotasini berasan. Telefonni qayeraverling. Erimdan oldim. Yazna. Ha, men yerdan topib oldim uni. Saniki men. Kimda yazdan katay qo'parib ketibdi. Borasan-da pishak deysan, hav qilib ketadi orqasidan. Yazdan shoshmang. Ilan. Ha? Iskemar. Bu jinni bo'lganmi bodadanga qarang. Mana aytsa yugurib ketaydi deya ona Ha, pishak. Pishak. Qani? Halo. Yur. Ho. Sadillo, jigarim, yaxshimisan, jigar? Ey, Sadillo, ko'rishmaganimiz ham ancha bo'ldi-da. Ha, bu jiyani olib o'tinglar bizlarga. Dadani men esadilaman kim yalang'och. Gazdang bilan salom alaykum qilganmi deyman. Sambuxor, davay. Yorqanglar. Mayli, azna sog' bo'lasizlar. Mayli, sog' bo'linglar, keltiringlar. Ishtimamizda yo'qlayolmadimi? Telefoningiz joyiga, soatingiz joyiga, uyimiz ularga. Ya. Bobomurod, poza. Qo'paring dadam, mana ulasizlar-ku. Yo'q, bana yazlar. Assalom. Do'stim, короче, 20-kuni to'yim. Mana taklifnoma o'tasanmi? Sen meni to'yimga borganmiding? Yo'q. Bormayman deb ham sen to'yingga. Bormoqchiman, o'sha kun kasal. Alo, Jo'ra, yaxshimisan? Yaxshiman, rahmat. Nimaga? Qayerdasan? To'y boshlab qo'ydim, taklifnoma bermoqchi edim. Jo'ra, to'g'risi mazam yo'q, bora olmayman. Sog'lik birinchi o'rinda bilasan-ku. Mayli. Qizlar olib kir, kayf qilamiz hozir. Jo'ra, to'g'risi bora olmayman, mazam yo'q. Bilasan, sog'liq birinchi o'rinda. Qaytar dunyo ekanda. Bilad. Do'stim, assalomu alaykum. Uzr, tanimadim. Men Shodiyorman. Ahmoq qilyapsan, sinfdoshing Shodiyorman. Ha, jo'ralarga qo'shilmaganing yuzing esimdan chiqib ketibdi. Demak, to'yga bormaysan. Короче, men taklifnoma, to'yimga borasanmi? Bormayman. Ne bormaysan? Ha? Ne bormaysan? Hali uylanmagan bo'lsang, erta uylansang, men ham sen to'yingga boraman. Sen uylanmagan payting ichingga qo'shilmagansa, uylanib qo'shilasanmi? Pishta. Kim boradi men to'yimga? Nega jo'ralaringiz kelmagan? Chunki hech qaysin to'yiga bormaganman, shuning uchun kelmadi. Yaxshi ham bitta jo'rangiz to'yiga borib, siz davrani zo'r qilib qizdirib beryapti. Bu jo'ram emas bu. Ukam. Aka.